Sadriddin, assalomu alaykum. Muratim, yaxshimisiz? Qalaysiz, sog'mi? Yashamayapsizmi? Yaxshimisiz. Rahmat. Keyin qalaysiz? Sadriddin, Rabbi. xudo xolasa biznesga ham yo'l qo'yib oldik. Aha. Endi bir 300-350 million so'm pulimiz bor. Ha. Shunga hozir yana saman pachka, o'zi beda pachka sezon bo'lib turibdi-ku. Bug'doy pachka sezon, keyin sholi. Shuna bir arzonroq shatan, bir arendaga berib qo'ysam traktorni, nima tavsiya etasiz? Qaysi traktordan tavsiya etasiz? Agar arzonroq shu o'zi hozir siz aytayotgan pulga nisbatan bo'layotgan bo'lsa, aynan shu oldida turibmiz. Lowell 504. 50 watt kuchli. Konditsioner bor, pechka bor. 4 ta balon tortadi. Buning narxi 220 million. Sizga chiroyli narx qilib beraman. Toshkentdan arzon qilib beraman. Bu bilan hozir bitta prispodbochik qo'shib olasiz. Prispodbochiklarimiz 168 millionlik va 195 millionlik bor. Uni ham chiroyli narxda qilib beraman sizga. Sifati zo'rmi? Sifatiga chotki. Garantiya. Bunga 2 yil garantiya beraman. 2 yil. 1,5 matchasi. Prispodbochiklarni 6 oy garantiya beraman. Prispodbochik ko'rsating qani? Buni tanib ko'rib berasizmi? Chiroyli qilib tanib qilib beramiz. Samarqand juda ekonom. Saralka ekonommi? Bir to'ldirasiz, bakini bu qachon so'gasiz bilmay qolasiz. Esdan chiqib ketadi. Bu 80x dami? 80x 355 million so'm hozirgi kunda. Tushib berasizmi buni? Mana bu Rostilmash Tukan prispodbochigimiz 168 million so'm. Xorazmga juda mos. Ignalar uzilmaydi. Bu yerda izg'arlik, namgarchilik ko'p bo'lgani uchun bundan ko'p talab bo'lmayapti. Bundan ko'p talab bo'lyapti. Hozirgi kunda bu o'sha 504 bilan bemalol ish qilsangiz bo'ladi. Aynan u emas, u 504 bilan puluk, chizil, kasilka hamma ish qilsangiz bo'ladi. Sizda tadbirkorligingizga sizga qulay. Xudo xolasa chorva fermer masalan mol boqayotgan odamlarga ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Pogrushchi solishchilarni. Bundan keyin boshqa vaqtdami? Prinsip tortsangiz bo'ladi. Prinsip tortsam bo'ladi. Albatta. Bu komplektatsiyasi necha so'm bo'ladi shunda? Komplektatsiya. Buni sizga kelishtirib bergan holatda. Kelishtirib bergan holatda. Aka-ukacha qarindosh tug'an, shunday qilib. bu yoq bu yoqni ko'rishtir. Mayda chuyda qilmaymiz. 168 milliondan 150 million qilib beramiz sizga. 18 million bilan qaytib tashlaymiz. 150. 150. Kuzatuvchilarga ham shu bahada bo'ladimi? Bir xil. Bir xil. Hamma uchun bir xil. 100% oluvchilarga bir xil. Lowell 504 imizda narxi 223 million so'm bo'layotgan bo'lsa, uni 15 million so'm sizga skidka qilib beraman. Shunda hozir chasam 33 million qaytib tashladingizmi? Da. Bu qayerlik? Hozirgi kunda shunaqa. Toshkentdan ham arzon bo'lib ketdi. Toshkentdan ham xohlasa, rastrojkaga narsa savdogan berib yuboramiz. Narsa savdo? Albatta. Shunda hozir bu chasomga tushadi bu. Chasomga beraman. 150 million. Aha. 15 million qaytgandan keyin 205 million so'rang. Shunda 355 million so'mga o'ziz bor pulingizni hisoblab. Yana 5 qaytasiz 8 350. Xudo xolasa. Rahmat og'a. Bu hamma uchun. Zafarom yoki boshqa tadbirkorlar yoki fermerlar kim nima qo'shimcha ish qilmoqchi bo'lsa, hamma uchun shu bir xil narx. Boshqa texnikalarga ham xuddi shunday qilib skidka qilib beramiz. Chiroyli qilib beramiz. Bemalol kelasiz. Esiningiz Xorazm filiali. Esiningiz Xorazm filiali. Urganchdan chiqsangiz 1,5-2 kilometrda Xorazm 5 martning to'g'risida. Biridan kelsangiz ko'pirtib o'tgandan keyin 1,5 kilometr o'rtada turibmiz. Hamma joyimiz shu yerda. Kelib shu yerda abadlik qilasiz. Yarim soat traktordan yurib ketaverasiz shu yerda. Yarim soatda o'sha hammasi hal bo'lib ketadi. Bo'ldi gap yo'q. Rahmat. Sog' bo'ling. Barakasini bersin.